Hammaga assalomu alaykum. Ismim Behzod Shukurlayev. 5 yildan beri shaxsiy rivojlanishdan dars va trening o'tib kelaman. Shu paytgacha ko'plab oilalar bilan ishlab, mingdan oshuv o'quvchilar bilan hayotda yo'lini topish bo'yicha ishlab kelamiz 95% natija bilan. Nimaga 95% natijaga erishib kelyapmiz desangiz, bizda kursimiz bor bolalarga. Kursimizda faqat bolalarni o'qitmaymiz, ota-ona bilan ham ishlaymiz. Va bugun xudo xolisa mana shu ota-onalarga o'tadigan darslarimizdan 3 tasini sizlar bilan gaplashib o'tgan bo'lamiz. Xudo xolisa birinchisi bu bolaga ishonmaslik va ishonish mavzusida bo'ladi, ya bolaga ishonish bo'yicha. Va ikkinchisi bolada o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish. O'ziga ishonchsizlikni, qo'rquv, gapini gapira olmaslik qayerdan kelib chiqadi va oqibatlari va uni yechimlari bo'yicha gaplashamiz. Va uchinchisi, xudo xolasa sizlar bilan mas'uliyat. Bola nima hozirgi bolalarda yoki kattalarda ham nimaga mas'uliyat yo'q? Mas'uliyatni qanaqa shakllantiramiz? Oqibatlari nimalarga olib keladi agar shakllantirmasak degan savollarga javob berib o'tamiz, xudo xolasa. Va oxirigacha o'tirsanglar, xudo xolasa bonusimiz bor. Bola bilan aloqalarimizni yaxshilash bo'yicha bir ikkita narsalar berib ketaman inshaalloh. Xo'p, bitta narsaga kelishib olaylik. Agar videoni to'liq ko'rsangiz va manfaatli nimadir olsangiz o'zingizga, ha, bo'la, nimadir oldim, ishlata olaman bolamni tarbiyasida yoki o'zimni tarbiyamda desangiz, videoni oxirida bitta like, kommentariyada yoziq va bitta insonga jo'natib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Kelishdiga. Unda ketdik. Xo'p. Bolaga ishonmaslik nimaga olib keladi? Kelaylik bo'lmasa o'ziga ishonmaslikdan boshlaylik, o'sha negiziga kirgan bo'lamiz. Bolalar hozir o'ziga ishonmaydi, o'zini fikrini ayta olmaydi, hayotda yo'lini topa olmaydi va hokazo. Ana endi bu narsa qayerdan kelib chiqadi? Bitta inson ikkinchi insonga berishi mumkin bo'lgan eng buyuk tuyg'u bu ishonch. Sevgidan ham boshqasidan ham ustun turadi. Chunki o'zingizlar ham bitta ota-ona sifatida yoki inson sifatida qaranglar, yokida turmush o'rtog'ingiz, yokida ota-onangiz, yokida bir siz hurmat qilgan inson rahbaringiz bo'lishi mumkin. Sizga ishonmasa, sizdan shubhalanib, gumonlanib yursa, o'zingizni qanaqa tutasiz? Xuddiki eng yaxshi ko'rgan insoningizdan xiyonatni ko'rgandek o'zingizni his qilasiz. Ana o'shaning uchun ham bolalarni o'ldirayotgan eng katta narsalardan bittasi bolaga ishonmaslik. Qaysi ma'noda? Maktabda qanaqadir bitta voqea bo'ldi, hayotida qanaqadir voqea bo'ldi. Masalan, bitta xato qilib qo'ygan hayoti davomida. Va o'sha xatoni sizga qilmaslik bo'yicha va'da berdi. Onajon, adajon, mana shu narsani qilmayman dedi. Keyin o'sha xatoni qilib qo'yishi mumkin yoki qilmagan. Bitta o'sha xatoni qilib qo'ydi degan gumoningiz bor, shubhangiz bor. Menimcha shu xatoni yana qilyapti-yu deb o'ylaysiz. Va o'sha yerda shubhangiz agar ishonchdan ustun kelib qoladigan narsa kelib qolsa, bola sizga va o'sha yerda siz unga tuhmat qiladigan bo'lsangiz, mashina qilib qo'yibsan, o'sha xatoyini takrorlayapsan, sezu bola u narsani qilmayotgan bo'lsa, o'sha o'rtadagi aloqa uziladi. Bola hech qachon siz unga ishonmaganingizdek, sizga ham ishonmaydi. Undan keyin kutmang. Sirini menga aytmaydi, men bilan gaplashib o'tirmaydi, yolg'on gapiradi, maqsadlari bilan gaplashmaydi deb nolishga harakat qilmang. Nolishga haqqimiz yo'q bo'lib qoladi. Chunki biz o'zimiz o'rtadagi aloqani ishonchsizlik bilan uzib yubordik. Bitta narsani tushuninglar, yaqinda bitta ota-onamiz bilan gaplashyapmiz. Bitta voqea bo'ldi. Biz bolalarga vazifa daftarchasi beramiz. Kunlik vazifalari bo'ladi va unda bola nechida uxlayotgani va nechida turayotgani yozish kerak bo'ladi. Bitta onamiz aytayotdilarki, o'g'lim bilan urush, janjal, baqir-chaqir bo'lib ketdi dedilar. Ha, nima bo'ldi? Nima sabab bo'ldi desam, o'g'lim dedi, o'sha bergan daftarchanglarda ertalab 9 da uyg'ondim deb yozibdi. U vobshe 9 da uyg'onadigan bola emas, 12 da uyg'onadi deb aytdi. Keyin dedi, bolam sen 9 da turadigan bola emassan deb kulsam, menga baqirib ketdi deyaptilar. O'zinglar mana shu holatga nima deysiz? Bola har kuni 12 da turishi mumkin, lekin o'sha bir kuni 9 da uyg'onib qolgan bo'lsa-yu, siz unga ishonch bermaydigan bo'ladigan bo'lsangiz, siz unga sen tura olmaysan deb qo'yadigan bo'lsangiz, bolaga qanaqa ta'sir qiladi? Bu xuddi o'zingiz ham turmush o'rtog'ingizga yoki rahbaringizga bo'lgan munosabatda qanday bitta xatoni qilmaslikka harakat qilib kelasiz, maksimal harakat qilib kelasiz. Keyin o'sha paytda sen mana shu xatoni qilding deyorsa, bu misol uchun erkaklar pul topishga qiynalib, "Yo'q, men oilam uchun harakat qilaman" deb kerak bo'lsa, rahbarini so'kishini bo'lsin, kimdir kamsitishini bo'lsin, kimdir g'iyibatiga ham qaramasdan turib ishlab borsa-da, yoki ayol
onalarimiz o'sha yomon gumonga bormasliklari uchun o'zligini boshqa erkaklardan saqlab yurishsa-da, keyin bizni erkak kishini san ishda mas'uliyatsizsan, san harakat qilmayapsan, sen ular qanaqa his qiladilar o'zlarini? Yoki ayollarga nisbatan san qadaming menga yoqmayapti deysa, bu yerda ayollar o'zini qanaqa his qiladi? Bolalarda ham xuddi shu narsa bo'ladi. O'shaning uchun iltimos qaytarib aytaman, bitta inson ikkinchi insonga berishi mumkin bo'lgan eng katta tuyg'u bu ishonch. Xo'p, bolalarda o'ziga bo'lgan ishonch qayerdan keladi? Bitta narsani unutmanglar, bola xohlaganimizdek emas, tarbiyalaganimizdek bo'ladi. Qaytarib aytaman, bola xohlaganimizdek emas, tarbiyalaganimizdek bo'ladi. Unga o'zingga ishon, fikringni ayt, sal shu sirliroq bo'l deyishimiz mumkin, lekin oddiy kichkinaligida oddiy daraxtga chiqib ketayotganda, "Qo'y, chiqma, yiqilib tushasan" desak, yo'qda bola sal aqlini tanib, qaysi kursga bormoqchi bo'lsa, qaysi sportga bormoqchi bo'lsa, qaysi kiyimni tanlasa, bu hozir bu yaxshi emas, mamiga borgan, bu sport yaxshi emas, mamiga borgan yoki mamma kiyim menga yoqmadi, bu mamlaqa yaxshi emas, mamma kiyimni tanla deb oddiy kichkina tanlovlarni o'ziga bermaydigan bo'lsak, qattan unda o'ziga bo'lgan ishonch shakllansin. O'ziga ishonch shakllanishi uchun biz nima qilyapmiz degan savolni beraylik, o'zingga ishon deyishdan oldin. Xo'p, bitta asosiy maslahatim ishonch bo'yicha. Bolangiz o'ziga ishongandan ko'proq ishoning. Qaytarib aytaman, bolangiz o'ziga ishongandan ko'proq ishoning. Qanaqadir xatoni qilmayman deb va'da berdi, o'sha xatoni qilib qo'ydi. Va siz bilasiz o'sha xatoni qilganini, lekin bola qilmadim deyapti. Tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiring shu voqeani. Bola xatoni qilmadim deyapti, lekin bilasiz qilgan. O'sha paytda baqir-chaqir qilishimiz mumkin. Yo sen qilgansan deb, oqibatda nima bo'ladi? U ham o'zini o'sha yolg'on gapirib qo'ydi-ku, yolg'on gapirganini tan olmaslik uchun yana konfliktlar ko'payib kattalashib boradi. O'sha paytda, bolam, misol uchun sen menga va'da beruvding, men senga ishonaman, bo'ldi. Mas'uliyatsizsan, katta yoshdasan, ertaga misol uchun o'zing farzandli bo'ladigan yoshdasan, menimcha o'sha ishni qilishingga o'zim men ham ishonmayman deb chiqib keting. To'xtating shu yerda dialogga. Vijdoni bor-ku, alhamdulillah bizning bolada vijdon degan narsa bor, xavotir olmanglar. Xonasiga kirgandan yotganda o'zi o'ylaydi. Men nima o'zi alladim? Aytsam ham urushmasdilar-ku, men gaplashardim-ku, nima o'zi unaqa dedim deb o'zi o'ylaydi. Agar har bitta xatosida biz urushayotgan bo'lmasak, agar bitta kamchiligini aytayotgan paytda, xatosini aytayotgan paytda, sen mamlaqasan, senda ayb, ikkinchi qaytarmagin, sen odam bo'lmaysan, hayvon deb urushayotgan, so'kayotgan bo'lsak-ku, keyin bizga adamga shu sirrimni ayta qolay, shu xatomni ayta qolay, onam bilan shuni gaplashib ola qolay deyishini kutmaydi, qaytarib aytaman. Ya'ni o'sha bitta mavzudan sal chetga chiqdim, ming bor uzr. Ya'ni o'sha vijdoniga tashab qo'ying. O'sha xatoni qaytarmaslikka qaytarmaydi. Biz qanchalik o'zimiz nazorat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bola yana o'sha qobiqdan chiqmoqchi bo'ladi. Sezgan bo'lsanglar va meni tajribamda 99% holatlarda bolalar xatoni prinsipialni qiladi. Atiylabdan qiladi. Ota-ona mana shuni qilmaydi, deyapti, qilaman. Oddiy elementarniy shapka misoli, suvda yaqinda shapka kiygansa, bola nimaga shapka kiymaydi? Ishonasizmi, prinsipialni qiladi. Bu yerda endi 80% ko'pchilik sochi buzilib qo'yishdan ham qo'rqadi. 80% prinsipialni shapka kiygan degan gapni eshitishi bilan siraza refleksiya uyg'onadi. Meni nazorat qilishyapti, meni boshqarishyapti, aytganlarini qilmayman turib prinsipialni qiladi. Bitta shapka misolida aytayapman. Hammasida kiyim tanlash, o'quv markazlariga borish, maktabida o'qishmi, o'qimaslikmi, atrofda yaxshi bolalar bilan o'rtoq bo'lishmi, o'rtoq bo'lmaslikmi? Elementarni. Nimaga o'rtoqlarimiz farzandlarimiz yomon o'rtoqlar bilan chiqib keta olmaydi, qo'shilib qoladi. Ko'pincha holatda biz o'sha yomon o'rtoqlarni yomon deymiz-ku. Ota-onam yomon deyaptimi, demak o'zini anaqa nafsidan kelib chiqyapti. Bu bola demak yaxshi deb turib, o'sha bolalar bilan yana отношениясini uzib ketaveradi. Bunga sabab bizani qilayotgan, ko'pincha holatda qilayotgan xatolarimiz. Mana elementarniy ota-onalar farzand bizga ishonmay qolishini asosiy omillardan bittasi bizni o'zimizning tajribamizdan kelib chiqib maslahat berib qo'yamiz noto'g'ri holatda.
Bittasini aytaman sizlarga. Maktab. Maktabga borgan, o'qigan deysizlar-ku, ishonaveringlar. Men o'zim xususiy maktabda dars bergan va davlat maktablarida juda ham yaxshi bilgan inson sifatida sizlarga aytaman. Ta'limdagi inson sifatida. Hozirgi maktablarda 90-95% ustoz pedagog emas. Maktabda ishlaydiganlar bo'lsa ham me'mor o'zor, lekin shunaqa. 90-95% ustozlar pedagog emas. Sizlar paytda ani rus xotinlar yo'q uje. Darsni cho'tki o'tadigan, talab qilib oladigan, bolalarni boshqarib oladigan ustozlar yo'q. Tasavvur qiling, siz bolaga, bolam, men senga yomonlikni ravo ko'rmayman. Faqat yaxshini ravo ko'raman. Maktabga borib o'qigin deysiz. Bola maktabga boradi. O'tda qarasaki, o'qituvchilar bolalarga baqir-chaqir qilyapti. Bolalar o'qituvchini hurmat qilmayapti. Fan o'tilmaydi, o'qituvchilar kelmaydi, vaqtida boshlanmaydi, yaxshi o'tiladigan mavzu yo'q, o'qituvchi prinsipialni yoki prosta dars o'tmagan devoradi va hokazo. Keyin o'ylaydi, to'xta, ota-onam menga yaxshini ravo ko'rmoqchi edi, lekin mana bunaqa bo'lyapti-ku. Nimadir noto'g'ri deydi-da, keyin siz aytayotgani boy o'rtoqlari bor-ku. O'rtoqlari yomonsiz, ha, bu yerda ham adashayotgan bo'lsa-chi, o'rtoqlarim yaxshi, ota-onam ko'p adashadi, bu o'rtoqlarim o'zi yaxshi, ota-onam tushunmayapti degan xulosaga borib qoladi. O'shaning uchun ham iltimos, sizlarga mavzudan tashqari bitta zo'r lavha berib ketaman. Bolalarimiz bizga sal quloqsizlikroq qilib qo'yishini eng katta sababi ota-ona o'ziga qaramay qo'yganidir. Biz o'zimizga o'sha bolalarimiz tug'ilgandan keyin bolam deb faqat uni rivojlanishi uchun, faqat uni kiyish uchun, faqat uni dunyoqarashi keng bo'lishi uchun harakat qilamiz-da, o'zimiz haqimizda esdan chiqarib qo'yamiz. Bola aqlini taniganda va ota-onani solishtirayotgan paytda bitta sizlarga qaraydi. Dunyo ko'rmagan, chet el ko'rmagan, sport bilan shug'ullanmaydi, tanasi bo'yicha hokazolar, o'zimizda ishlamaydi, kitob o'qimaydi. Ko'pincha holatlarda 95% holatlarda va hokazo jihatida o'zingizga qaramay qo'ygansizlar. Bolalarga eng zo'r kiyim kiydirmasangiz ham siz o'zingiz eng zo'r bo'lib yuring. Sizga havas bilan qarasin, uni o'rtoqlari sizga havas bilan qarasin, u ham sizga havas bilan qarashni boshlaydi. Ana o'sha paytdagina siz bilan men gapimizni o'tkaza olamiz. Men gapim zo'r bo'lsa ham, o'quvchilarimga qanchalik gapimni chiroyli yetkazib berishim, ular bilan aka-uka munosabatini aka-singil munosabatini uyg'ota olsam ham, baribir juda ham ko'p faktorlar meni o'zimning hayot tarzimga borib taqaladi. Agar men o'zim oddiy kiyim kiysam, misol uchun u bolalar uchun oddiy deb hisoblanadigan kiyim kiysam, o'zimga qaramasam, sport bilan shug'ullanmasam, bir 80 kilolik bir qorinvoy bo'lib turadigan bo'lsam, men bu natijaga erishmagan bo'lardim. O'quvchilarim sport bilan shug'ullangisi kelyaptimi? Shug'ullanmoqchi bo'lgan sportida men zo'rman. Undan. Olimpiada chempioni emasman, undan zo'rman. O'quvchilarim kiyinmoqchimi? O'sha kiyimni zo'rini men olganman. O'quvchilarim chet el haqida orzu qiladi, men chet elda yashaganman. O'quvchilarim buni orzu qiladi va o'sha paytda men o'sha narsani qilib bo'lganman. Tushunyapsizlar? Ota-ona sifatida ham biz o'zimizni ustimizda ishlashni to'xtatishimiz kerak emas. O'zingiz ustingizda ishlang. Bolangiz avtomatik o'zi sizga qarab intiladi, sizdan qochmaydi. Chunki butun hayot rivojlanish haqida gapiryapti, siz ham rivojlanish haqida gapirasiz, kimdir sizga qaraydi. Ey bolam, ishlaymiz, biz salla uchun yuramiz degan gaplar o'zi qiziq emas unga. Bola u narsani qabul qilmaydi, to'g'ri tushunadi. Xuddiki kichkina chaqaloqga, yeni tug'ilgan chaqaloqga yig'lama deganingiz bilan bir xil degan, yig'laveradi. Shuning uchun ham mana shu masalalar asosan, ya'ni bolada o'ziga ishonch shakllanishi uchun biz unga ishonishimiz kerak. Va ishonayotgan paytimizda bizning gapimizni olish uchun biz unga kumir sifatida turishimiz kerak. Do'st emas. Hamma psixologlar aytadi, boshqalar aytadi, do'st bo'lgin. Do'st bo'lmang. Do'stni so'ksa bo'ladi, do'stni ursa bo'ladi, do'stdan xafa bo'lsa bo'ladi, do'st bilan baqir-chaqir qilsa bo'ladi, do'st bo'lmang. Kumir bo'ling. Sizni gapingizni qilmaslik emas, sizni xafa qilib qo'yish uning uchun katta xatodek tuyulsin. Meni ta'limdagi o'qitadigan metodikam shu. Bolalarga kumir bo'lib olaman va bolalar meni xafa qilish, men ularni urishi bilan ko'ra kattaroq jazo hisoblanadi. Men misol uchun o'quvchilarimga eng katta beradigan jazoim dars o'tmayman sizlarga deb yuborishim. Hech qaysi xursand bo'lmaydi, alhamdulillah deb qochib ketmaydi. Eng katta jazom, ustoz nimaga dars o'tmaydi, darsda maza qilib o'tirmoqchi edim degan narsa bilan jazolayman. Bu oson bo'lmagan bu narsaga chiqish. O'shaning uchun aytayapman, sizlar ham o'zingizlar ota-ona tarbiya sifatida, ota-ona sifatida kumir bo'lib olinglar. Sizlar gaplashmay qo'yishinglar jazo bo'lsin unga, urishinglar shart emas. Urishinglar shart emas, so'kishinglar shart emas.
kelishligi. Xo'p, va uchinchisi aytmoqchi bo'lgan narsam mas'uliyat. Bolada mas'uliyat shakllanishi kerak. Umuman jamiyatimizga qaraylik. Jamiyatimizni o'zi hozir jamiyatimizda mas'uliyatsizlik rivojlanib ketib qolgan. Nimaga desangiz, bizani mentalitetimizdagi tarbiyaga borib taqaladi. Bolalarda mas'uliyatli bo'lish uchun nima qildik desak, deyarli nol javob chiqib keladi. Bola o'zi, misol uchun, bola magazinga chiqa olmaydi. Bola o'zi yo'nalishni tanlay olmaydi. Bola o'zi kiyim tanlay olmaydi. Bola o'zi qaror qabul qila olmaydi. Hammasini biz ota-ona sifatida nazorat qilishga harakat qilamiz. Uni qilma, buni qil. U noto'g'ri, bu to'g'ri deb turib nazorat qilishga harakat qilamiz. Bitta narsani tushunib olinglar. Sizlar hozir shakllandinglar-ku, kuchli shaxs bo'lib, bitta ota-ona bo'lib shakllandinglar-yu, sizlar shunaqa holatga kelishingizga sabab nima desa, mana hayotingizda davomida qilgan xatolaringlar. To'g'rimi, noto'g'rimi? Hayotingizda qanday xato qilgansizlar, mana yo'l noto'g'riligini tushungansizlar-da, keyin o'sgansizlar. Yana yurasiz, xato qilasiz, keyin yana o'sasiz va hokazo. Iltimos, bolanglarda men bu yerdan men saqlab qo'yaman, qilma, bu noto'g'ri deb tushuntirib berishinglar bilan, mana shu chuqurlarga tushmasdan turib, men bu o'sishi bo'lishini xohlamayman, talab qilmayman, o'smaydi. Qabul qilaylik, inson baribir gapiramizmi, nasihat qilamizmi, boshi devorga bo'lib taqalib urilmaguncha u narsani qabul qilmaydi. Agar faqat gap bilan inson tushunganda edi, o'sha xatoni qilma, mana shu xato deganda qabul qilib tushunadigan bo'lganda edi, hozirgi paytda bironta ideal bo'lmagan inson qolmasdi. Qaytarib aytaman. Agar oddiy gap bilan mana shu xato qilmagan deyish bilan hamma o'sha xatoni qilmagan deydi, hozirgi paytda bironta ideal bo'lmagan inson qolmagan bo'lardi. Dodamiz, misol uchun dodasidan, dodamizdan adamizdan biza eshitib turib, farzandlarimiz umuman xato qilmayotgan bo'lardik. Lekin xato qilib qo'yibmiz. O'shaning uchun iltimos, bolanglarda xato qilishga imkon beringlar. Nima bo'lyapti hozir? Biza giperopekani hamma narsani kontrol qilib beryapmiz, mana to'g'ri, mana noto'g'ri deb turib boshqarishga harakat qilyapmiz. Keyin bola xato qila olmayapti. Bola xunuk kiyim tanlab qo'ya olmayapti. Bola noto'g'ri yo'nalish tanlab qo'ya olmayapti. Bola noto'g'ri kasb tanlab qo'ya olmayapti-da, xatoni qilmayapti. Keyin bu xatoni qachon qiladi? 22-23 ga chiqqandan keyin bolam katta bo'lib qoldi, uylantiraman desani uylantirib qo'yasiz-ku. Keyin nima deymiz? Bo'ldi, mas'uliyatli bo'lgan erkak kishisan, oilang bor sani, davay boshqar desangiz, o'sha xatolarni o'sha paytda qiladi. Mana nimaga uchun ko'p oilalar, yosh oilalar ajralib ketyapti. Xato qila olmagan bolalar endi mas'uliyatli hayotga bitta qadam qilsa, hali hech nima bilmaydi, tajribasi yo'q mas'uliyatli hayotda, taq 1 2 3 4 5 step by step xatolarni qilib ketyapti. Shuning uchun iltimos, bola xato qilishi normal holat, bola xato qilishi qo'yib beringlar. Agar mana to'g'ri, mana noto'g'ri deb turib, oq qorani ajratib turib, hayotini, qarorlarini, oqibatini o'ziga olishini xohlasa. Har bitta o'qituvchi chaqirsa borib o'rmaymiz. Bolani ketidan. Har bitta ushkalida bolam nima bo'ldi, opog'im san to'g'risan, u noto'g'ri deb borib o'rmaymiz. Hammasini o'ziga tashlang. Bolam, sen yosh bolamassan, qizim, sen kichkina qizmassan. Mana shunga nima yechim berasan o'zing? Mana shu hayotingda bo'layotgan muammo nimani oqibatda keldi deb o'ylaysan? Deb turib hamma narsani o'ziga tashlab bering. Savol bering bolaga. Qaror chiqarib bermang, iltimos. Siz bilan meni ota-onani vazifasi bolani boshqarish emas, bolaga to'g'ri yo'naltirishni ko'rsatib berish, variantlarni ajratishga yordam berish. Bola, mana bu olma shirinroq, mana bu olma yomonroq. Bola, mana bu kasbda mamnaqa bo'ladi, bola mana bu kasbda mamnaqa bo'ladi. Farqini tushunyapsizlarmi? Farqi yo'qsa, mana aytishlik mamnaqa bo'lmaysan, sen doktor bo'lasan. Sen bunaqa bo'lmaysan, sen voyenniy bo'lasan degan qatda-yu, bolam, voyenniyda mamnaqa narsalar bor. Bolam, aytishlikda mamnaqa narsalar bor deb maslahat bera olsangiz, tanlovni bersangiz, ha, tanlov meni qo'limda ekan va tanlasam kelajakda muvaffaqiyatli bo'lish yoki muvaffaqiyatli bo'lmas, qaysi tomonda ham farqi yo'q. Muvaffaqiyatli bo'lishim yoki muvaffaqiyatli bo'lmasligi ham faqat o'zimga bog'liq ekan degan xulosaga kelgandan keyingina o'zi qarorlarini o'ylab qabul qiladi. Har bitta ishda telefonni biz olib beraversak, kiyimida biz olib beraversak, hamma narsani kontrol, nazorat qilsak, bolada baribir hech nima o'zgarmaydi-ku. Baribir oxirgi qarorni ota-onam qo'yadi-ku degan xulosadan kelgan hech qanaqa o'zi o'ylashga harakat qilmay qo'yadi.
O'shaning uchun iltimos ota-onalar, bu oson bo'lmaydi. Bolada mas'uliyatni shakllantirish oson bo'lmaydi. Yillar kerak bo'ladi. Chunki jamiyatda man uchun 90% muammolarning hammasi mas'uliyatsizlikdan kelib chiqyapti. Erkaklar mas'uliyatsiz ayoliga, farzandiga, bolalar mas'uliyatsiz ota-onasiga, ota-ona mas'uliyatsiz farzandiga, ayol mas'uliyatsiz ota-ona oilasini g'ururi, chestiga va hokazo. Hamma narsa mas'uliyatsizlikdan kelyapti. Ishchilar ishiga, rahbar xodimiga va hokazo. Farzandingizni shakllantirishingiz kerak bo'lganda bitta dona narsa kerak bo'lsa, eng muhim nimani tanlaysiz? Mas'uliyat dedinglar. Mas'uliyatni shakllantirish uchun nima kerak bo'lsa, o'shani qilinglar. Birinchi eng katta qoida shu aytgan narsam. Qarorlarni qabul qilishini o'ziga tashab qo'yasiz. Variant berib. Qaytarib aytaman. Qarorlarni qabul qilishini o'ziga tashab qo'yasiz, variant berib. Bu maktab tanlash bo'lsin, kiyim tanlash bo'lsin, bu kasb tanlash bo'lsin, hayotda yo'nalishi tanlash bo'lsin, sport tanlash bo'lsin, hammasida o'ziga tashab qo'yasiz. Boshqarmang. Farzand har xil. Sizlar payt bilan bizning paytda umuman boshqacha edi. Hozir bular o'zi tanlamasa, yo'nalishlari ko'p. Biz u yo'nalishlarni tushunamizmi, yo'qmi, qabul qilaylik iltimos. Ko'pchilik ota-onalar qiladigan xatosi, SMMchilik, aytishlik, yangi yo'nalishlarni tushunmaydi, tushunmagani uchun, "San bo'lmaysan, sen doktor bo'lasan" deb turib o'zini bilgan yo'nalishlarda ketishini xohlaydi, majburlaydi. Ha, 100% majburlaydi shunaqa. 99% ota-ona shunaqa qiladi. Iltimos, majburlamaylik, o'ziga tashab qo'yaylik, qarorlarni qabul qilaylik-da, shunchaki qarorlarni qabul qilganda xato qilmasligi uchun maksimalli maslahat beramiz. Boshqarmaymiz, nazorat qilmaymiz. Qarorlarida xato qilib qo'ymasligi uchun maksimal harakat qilamiz va maslahat beramiz. Tushunarli-a? Xo'p. Xudo xohlasa, inshaalloh bu mavzuda mas'uliyatni bo'yicha hali ko'p mavzuda darslik chiqaraman, xudo xohlasa, chunki bu narsa shunchaki bitta darsda olinadigan narsa emas. Bu bo'yicha o'zi alohida kurs qilsangiz ham bo'ladi. Chunki jamiyatda bitta dona shu mas'uliyatni shakllantira olsak, bizda muammolarimiz 90% hal bo'ladi. Muammolarimiz 90% hal bo'ladi. O'shaning uchun ham xudo xohlasa bitta narsani iltimos qilaman, ota-ona sifatida sizlar farzandinglar tanlagan yo'nalish va farzandinglarning tarbiyasi uchun o'zingizlardan ketishga rozi bo'linglar. O'zingizlarning tushunchanglardan, o'zingizlarning dunyoqarashinglardan, to'g'ri va noto'g'ri degan narsadan ketishga rozi bo'linglar. Chunki to'g'ri va noto'g'ri degan narsalar hozir o'zgardi. Hozir bitta kasbda professional bo'lish uchun 4 yil universitetda ishlab, o'qib, keyin yana 5 yil ishlab stajini olish kerak emas hozir. 10 yil ishlash kerak emas qayerdadir. 3 oy kursda o'qiydi, 3 oy ishlaydi, praktika qiladi, 6 oy bitta yo'nalish bo'yicha mutaxassis. $1000 oyligini olyapti hozir. Mobilografiya ham boshqasi ham. Любой yo'nalishda. O'shaning uchun iltimos qilaman sizdan, shunchaki ota-ona sifatida to'g'ri noto'g'ri degan narsalardan chekinib turib, bolamiz uchun to'g'ri noto'g'ri, yangi to'g'ri noto'g'rini shakllantirishga rozi bo'lsak, qaror qabul qilishga yo'l qo'ysak va eng muhimi, unga o'ziga ishongandan ko'ra ko'proq ishona olsak, xudo xolasa, ko'p muammodan, ko'p kelishmovchilikdan inshaalloh chiqib ketamiz. Xo'p, video yoqqan bo'lsa, manfaatli nimadir oldim deydigan bo'lsangiz, va'da qilingandek bitta like, kommentariyada va bitta insonga jo'natib qo'yamiz. Bunaqa videolarni ko'p qilamiz. Xudo xolasa, yana ko'plab shu yo'nalishda ma'lumot olib borish uchun, o'zingizda eng kuchli variantingizga aylanish va muvaffaqiyatli farzand tarbiyalash uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.